Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Mania kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda har kuni video ko'rib 130 ming ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz. Buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilib, biz randomlik programmamizga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylab fetish continue tugmasini bossak bizga kommentariylarimizni zagruska qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib oladi. Buning uchun PK Winner tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rishinglar mumkin. Bizning bugungi konkursimiz g'olibi Johnny 9898 degan obunachiimiz bo'ldilar. Sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz. Yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuqni tashab beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, YouTube'da xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib, sarmoyasiz konkursda ishtirok etib, sizlar ham pul yutuqlarni moqchi bo'lsanglar, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga like bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariy yozishinglar kerak. Demak, hammaga omad. Biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizning bugungi video obzorimizda 25 kundan beri stabilni ishlab kelayotgan KarXG sayti. Bu sayt orqali biz video roliklar ko'rib pul ishlashimiz mumkin. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa registratsiya oynasi ochiladi. Birinchi qatorga elektronik pochta, ikkinchi va uchinchi qatorga parol yozib, to'rtinchi qatorga temasidan registr tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda sayt haqida kengroq ma'lumot olishinglar mumkin. Yaznay tugmasini bossak saytning glavniy oynasi ochiladi. Demak, bu yerda 4 xil bo'lim bor. Sizlarga hozir hammasini tushuntirib o'taman. Dobrovolniy aktiv bo'limi orqali sarmoya kiritsak bo'ladi. Aktivat bo'limi orqali pul yechishimiz mumkin. Invest plus bu ya'ni saytda ikkinchi pul ishlash bo'limi bo'ladi. Minimalni $100 dan boshlab kirishinglar mumkin. 3 kundan boshlab 1024 kungacha, 1080 kungacha bu saytga sarmoya kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Foizlarni hammasini ekranda chiqarib qo'ygan. Demak, orqaga qaytamiz. Bu yerdan sistem rukovodstvo bo'limi orqali saytda tarifning planlari va hamma bo'limlari haqida kengroq ma'lumot olishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda tarifning plani haqida ma'lumot olasizlar. Bu yerda пригласительный bonus bo'limi bor. Ya'ni saytga do'stimizni chaqirib qanaqa bonuslar olamiz, shular haqida ma'lumotlar olishinglar mumkin. Demak, pastda 5 ta bo'lim bor. Keyingi bo'limi повышение bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar o'zingizlarning profilinglar haqida kengroq statistikani olishinglar mumkin. 3-bo'limi VIP bo'limi. Bu bo'lim orqali VIP tariflar haqida kengroq ma'lumot olsanglar bo'ladi va sразу shu yerdan sotib olishinglar mumkin. Misol uchun paket optani biz $10 ga sotib olsak bo'ladi. U shu 15 kun ishlab beradi. Har kuni bizga $1 dan beradi, ya'ni bitta video ko'rganimiz uchun. Xuddi shu tariqa qolgan tariflar haqida ham statistika olishinglar mumkin. Qolgan hamma tarif bizga 90 kun ishlab beradi. Bemalol o'zingizlar ko'rib chiqishinglar mumkin. Misol uchun Perviziyozda paketini olsak, biz $30 ga sotib olishimiz mumkin. Kuniga ikkita video ko'rsak bo'ladi. Har bittasi 50 sentdan beradi va общий 90 kun ishlab beradi. Shunda VIP1 orqali biz kuniga $1 dan ishlab borishimiz mumkin. Общий 90 kun ishlab beradi. Shunda 90 kun ishlab chiqarib olsak bo'ladi. Men birinchi videoda sizlarga mana bu $300 tarifini sotib olib ko'rsatgandim. Bu orqali kuniga 4 ta video ko'rsam bo'ladi. Har bittasi menga $2.5 dan daromad berib boradi va ko'rishinglar mumkin. Shunda bu tarif orqali men kuniga $10 dan ishlab chiqarib olishim mumkin. Buni Telegram kanalimda ham ko'rib borishinglar mumkin. Pul yechishim bilan men skrinshotlarini Telegram kanalimga tashab boraman. Demak, уже bu tarifni sotib olganimga 24 kun bo'ldi. Bu tarif ham 90 kun ishlab berardi. Ko'rishinglar mumkin. 67 kun qoldi. Demak, tariflarni sotib olish qanaqa bo'ladi desanglar, sarmoya kiritganingizdan keyin "Открой сейчас" tugmasini bosib, "Подтверждать" tugmasini bossanglar, sizlar VIP tarifni sotib olgan bo'lasizlar. Keyin kunlik daromadni qanaqa qilib olamiz desanglar, ko'rib turganingizdek, men bugungi kunlik daromadni olib bo'lganman. To'g'ri turgan bo'lsa kunlik daromadni olgan bo'lasizlar, 0 to'g'ri turgan bo'lsa yoki 0.2 turgan bo'lsa, hali kunlik daromadni olmagan bo'lasizlar. Kunlik daromadni olish uchun "Забивайте, чтобы получить доход" tugmasini ustiga bir marta bossanglar, bizga har xil short videolar ochiladi, ya'ni qisqa videolar ochiladi. Ko'rib turganingizdek, bu saytdan faqat mashinalarning qisqa video roliklarini ko'rib pul ishlashimiz mumkin. Demak, kunlik daromadni olish uchun rating sразу tugmasini ustiga bir marta bossasizlar, videoni qo'yib sразу oxirigacha olib borsanglar, sizlarning ekraningizga yulduzcha chiqarib beradi. O'sha yulduzchani 5 tasigacha olib borib qo'yishinglar kerak. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganingizdek, sразу oxirigacha olib bordik. Bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Biz bu yerdan yulduzchani 5-sigacha bitta olib borib qo'yamiz. Uspeh degan yozuv chiqaradi. Hozir mana bugungi kunlik zadaniya ham tugagani uchun hozir menga daromad bermadi. O'shaning uchun buni faqat sizlarga ko'rsatib berish uchun qildim. Demak, orqaga qaytamiz. Bu yerda yana polniy statistikani olishinglar mumkin. Уже men bu saytdan $240 ishlab chiqarib oldim. Yana 5 kundan keyin bu saytdan faqat foydaga ishlayman. Demak, "Записывать" bo'limi orqali sizlar o'zingizlarni ko'rgan videolarni ko'rib borishinglar mumkin. Mana sana soatlargacha ko'rib borishinglar mumkin va kunlik daromadi hamma statistika
statistikani mana shu bo'limdan olsanglar bo'ladi. Demak, oxirgisidagi mini bo'lim orqali o'zingizlarning profilinglar haqida kengroq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bu yerda statistikani ko'rib borishinglar mumkin. Balansimizda $11.25 bor. Demak, bu yerda sistemda zolotix monet bo'lim bor. Bu bo'lim orqali balansingizda qanchadir gold coin bo'lsa, o'shanga qarab haftalik bonus olib borishinglar mumkin. Misol uchun 400 gold coin balansingizda tursa, har hafta sizlar o'zingizlarning shotinglarga $30 dan bonus olib borishinglar mumkin. Bu sayt adminlari tomonidan balansingizga o'tkazib beriladigan bonus bo'ladi. Demak, orqaga qaytamiz. Pastroqqa tushsak, har xil nastroykalari bor. O'zingizlar bemalol kirib o'qib chiqsanglar bo'ladi. Agar podдержка bilan bog'lanmoqchi bo'lsanglar, bu yerda свяжитесь служба поддержка tugmasini ustiga bir marta bossanglar, WhatsApp va Telegram adminlari bilan bog'lanishinglar mumkin. Qanaqadir muammolar bo'lsa ham bemalol adminlardan so'rasanglar bo'ladi. Bu yerda Telegram kanali ham bor. Bunga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, saytda chiqayotgan yangiliklardan xabardor bo'lib turishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, sayt xuddi shundan iborat. Birinchi marta video obzor qilib chiqarganimda sarmoya kiritib pul ishlashni boshlayotganlar уже sekin-sekin foydaga chiqishyapti, menga o'xshab. O'zingizlar ham kirib bemalol tanishib chiqishinglar mumkin. Agar sayt yoqsa, bemalol kirib pul ishlashinglar mumkin. Bu sayt adminlarining bundan oldingi proyekti FTVOG deb nomlangan. U sayt bizga salkam 2 oy ishlab bergan va ko'pchilik bizda foydaga chiqqan. Bizani o'zimizdan $1600-1800 u saytdan pul yechib video obzor qilib ko'rsatgandik. Demak, bu saytdan kunlik daromadlarni olib bo'lgandan keyin qanaqa qilib pul yechamiz desanglar, buning uchun don bo'limiga o'tamiz. Bu yerda mana yaznay tugmasini bosib, aktivat tugmasini bossak, bizga pul yechish oynasi ochiladi. TRC20 Tron BEP20 ga pullarni yechishimiz mumkin. Bir marta pul yechsanglar, o'sha adresinglarni saqlanib qo'yadi, xohlasanglar o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Demak, birinchi qatordan adres, ikkinchi qatordan summani yozamiz. Minimalni $1 dan boshlab pul yechishimiz mumkin. Vizit tugmasini bossak, balansimizga hamma summani bu yoqqa o'tkazib beradi va uchinchi qatordan parolimizni yozib qoldiramiz. Mana parol yozganimizdan keyin 90 sent bizdan komissiya olib qoladi. $10.35 bizning balansimizga kelib tushadi. Bu yerda yana ma'lumotlarni ko'rishinglar mumkin. $100 gacha pul yetsa 8% lik komissiyasi bor. $500 gacha pul yetsa 5% lik komissiya. Agar $1000 dan ko'p pul yetsa, hech qanaqa komissiyalarsiz bu sayt bizga pullarni to'lab beradi. Endi bu yerdan подтверждать tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga загрузка ketib, вывод успех degan yozuv chiqaradi. Mana успешный вывод сертификат degan yozuv chiqardi va biz yechgan pullar balansimizdan chiqib ketdi. Bilasizlar, bu sayt bizga uzoq 2-3 daqiqalar ichida hamyonlarimizga pullarni to'lab beradi. Pullar kelib tushishi bilan skrinshotlarni ekranga chiqarib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, sayt hozirda stabilniy ishlab kelyapti. Xohlasanglar sizlar ham kirib pul ishlashinglar mumkin, xohlamasanglar yo'q. Buni hammasi o'zingizlarga bog'liq, lekin risk bor, shuni ham unutmanglar. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt silkasi opисаниеda va закрепленный kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkurs shartlarini ham videoni boshida aytib o'tganman. Bemalol o'tib ko'rib, sizlar ham pul yutuqlarni yutib olsanglar bo'ladi. Demak, hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.